合作愉快，合作愉快。生意兴隆。谢谢. Ben hozir Guangdong Beijing yarmarkasidagi ballar dunyosiga keldim. Yurak birlikda filmni oxiriga chiqarib chiqing, biz birlikda ballarimizning dunyosini ko'rib boqaylik. Bu Xinhua degan marka Guangdongning ballar mahsulotlari ishidagi eng oldin qatordagi marka hisoblanadi. Men bugun bu marka bilan Xinjiang vakolatchiligini ilish to'xtamini tuzdim. Ham biz birlikda bularning mahsulotlarini ko'rib boqaylik. Yaqindan buyon ajoyib moda olib ketgan ballarning bu xil uyg'unish ustili va o'rindiqlarini mushu marka ijod qilgan desak bo'ladi. Bu xil mahsulotlarni Xinhua shirkati uzun yildan beri tadqiq qilish, ishlab chiqarish va sotishni birlashtirib, nihoyat yuqori markinavatini tiklagan. Bu marka bilan men kichik hamkorliklarni qilayotgan 3-4 yil bo'lgan. Izchil mahsulotlarni setish jarayonida bu shirkatning amaliy kuchini, mahsulotlarning sifatini Xinjiang bozoriga bizning xaridorlarimizning har qaysi talablariga uyg'un kelganligini bilgandan keyin men shirkat rahbarlari bilan paranglish orqali bu qatimki yarmarka faoliyati shundaqla Xinjiangdagi maxsus do'konning ochilish munosabati bilan bizga odatdan tashqari e'tiborli faoliyat qilib berdi. Banandek 1.20 lik kasbiy o'rganish ustili bilan kasbiy o'rganish o'rindig'ini bir yurishini asli bir tash basida 4.400 yuan sotib, bu qatim faqat 10 yurishnilar 1999 yuandan faoliyat qilib berdi. Butun Xinjiang dairasida ma bahada kira yaxsiz deb berman. Bu ishki mahsulotga nisbatan 1999 yuan degan baho bekani o'rnida desak mashhur etgan bo'lmaymiz. Bu mahsulotlarning tafsiliy alohidligi iqtidorini keyingi filmimda tafsiliy to'xtalaman. Agar sotib olaman desangiz inkas rayoniga so'z qoldiring, yurak birikma akshilishni unutmang.